Apple Watch yoki Whoop? Hozir bu savolni ko'pchilik o'ziga beryapti. Keling bularni biz ko'rib chiqamiz va sizga qaysi biri to'g'ri kelishini aniqlashtiramiz. Keling meni shaxsiy fikrimdan boshlaymiz. Men ham Apple Watch ham Whoopni ishlataman va ularning qaysi biri qaysi mahalda ishlatilishini va nimaga foydali ekanligini ko'rib chiqamiz. Keling birinchi bo'lib eng asosiy farqidan boshlaymiz. Apple Watchga keladigan bo'lsak, bu kunlik hayotda eng aktiv qurilmalardan bittasidir. Whoopga keladigan bo'lsak, bu passivroq, faqatgina sizning sog'lig'ingizni ko'rib chiqadigan qurilmadir. Apple Watchda ekran bor, qurilmani boshqarsa bo'ladi va unda bildirishnomalar keladi. Whoopga keladigan bo'lsak, Whoopda faqatgina tahlil va urg'u tahlilga beriladi. Dizayn haqida gaplashadigan bo'lsak, Whoopda hech qanday ekranlar yo'q. U yengil va qo'lingizda deyarli sezilmaydi. Apple Watch esa to'liq qurilmadir. Unda ekran, qo'shimcha funksiyalar, interfeys va albatta yechiladigan remeshoklar mavjuddir. U qo'lda seziladi, lekin foydasi juda ko'pdir. Bu yerda muhim jihat bor. Apple Watchdan foydalanasiz, vaqtni, yurak urishini va bildirishnomalarni darhol ko'rasiz. Whoop esa boshqacha ishlaydi. Barcha ma'lumotlarni keyin iPhone'dagi ilova orqali ko'rasiz. Mashg'ulotlar haqida Whoop chuqurroq tahlil beradi. Yuklamani faollik turini yaxshiroq aniqlaydi va tiklanish bo'yicha aniq tavsiyalar beradi. Bu ko'proq sport bilan jiddiy shug'ullanadiganlar uchundir. Apple Watch esa universal variant. Kundalik faollik, mashg'ulotlar va nazorat uchun yetarlidir. Lekin Whoopdagidek chuqur analitika yo'q. Endi eng muhimlardan biri, ya'ni akkumulyator, batareya to'g'risida gaplashamiz. Agar siz Apple Watch ishlatadigan bo'lsangiz, Series modellarimiz bir kundan 1,5 kungacha zaryad yetadi. Agar Apple Watch Ultra modeli bo'lsa, 3 kungacha zaryadi yetishi mumkin. Whoopga keladigan bo'lsak, Whoop modellarimiz zaryadi 12 kundan 14 kungacha bitta zaryadda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Farqi juda ham katta. Bundan tashqari Whoopning yana bir katta plus tarafi bu uni qo'ldan yechmasdan turib zaryadlash imkoniyatidir. Bu funksiya Apple Watchlarda yo'q. Uni zaryadlamoqchi bo'lsangiz, uni albatta qo'lingizdan yechishingiz kerak bo'ladi. Analitika va tiklanish ikkalasi ham uyquni, yuklamani va holatni kuzatadi. Lekin Whoop chuqurroq ishlaydi. Qachon dam olish kerak, qachon uxlash yaxshiroq, shular bo'yicha tavsiyalar beradi. Hatto biologik yosh degan ko'rsatkich ham bor. Apple Watchning kuchli tomonlari ham bor. Bu xavfsizlik funksiyalari, so'z yig'ilishini aniqlash va avariyani aniqlashdir. Va albatta Apple ekotizimi, bildirishnomalar, qo'ng'iroqlar, tezkor boshqaruv bu jihatdan ancha qulaydir. Endi eng qizig'i, uning narxi to'g'risida gaplashamiz. Agar siz Apple Watch sotib oladigan bo'lsangiz, siz bir martalik to'lov qilasiz va hech qanday obunalarga to'lov qilishingiz kerak bo'lmaydi. Agar siz Whoop sotib oladigan bo'lsangiz, siz oylik yoki yillik obunani har oy yoki har yili to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar sizga katta ekran, bildirishnomalar va interfeys kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga Apple Watchni tavsiya qilamiz. Agar sizga sport, analitika va tiklanishni nazorat qilish uchun qurilma kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga Whoop eng yaxshi variant hisoblanadi. Men esa ikkalasini ham ishlataman, chunki ularning vazifalari ikki xildir. Izohlarda o'zingizga yoqqan modelni yozib qoldiring va do'stlaringizga ulashishni esingizdan chiqarmang. Va aytgancha, Makburada ko'rishguncha, xayr.